Assalomu alaykum. Meni ismim Xursandova Sevinchxon. Men 285-maktabda o'qiyman. 1-sinf o'quvchisiman. Assalomu alaykum. Men Mirzaboyeva Muhabbat Qaharimni. Qizim Xursandova Sevinchxonga Instagramda ko'rib qoldik. Tezkor ilovasi orqali shu Tezkor platformasini sotib olib berdik. 1 oydan beri shug'ullanyapti. Natijalarimiz yomon emas. Men Tezkorda ko'plab vaqt o'qiyapman. Menga misollar qiziqtiradi. Platforma ichiga kirib qiziqib ko'rdim. Birinchidan shu tushunmagan joylarni video asosida bolaga juda ham oson va sodda tilda tushuntirib berishgan. Tezkorda ham o'rganyapman ingliz tilini. My name is Sevinch. I am 8 years old. Onlayn o'rganishga qiynalmadi. Qanaqa? Birinchi boshlaganda voy aya o'zimiz o'tilgan mavzular ekan-ku deb boshladi. Keyinchalik davom ettirdi. Shu davom ettirish natijasida sekin-sekin o'zlar 1-sinfdan boshlagani uchun 1-sinfda o'tilgan programmalar asosida ishlab boryapti masalalar. Qo'shish, ayirish, misollarni o'rgandim. Albatta tavsiya qilaman boshqalarga ham. Bolalarimizni mantiqiy fikrlashini oshiradi. Shu mantiqiy fikrlash degan bo'limida bolani mantiqiy fikrlashi bo'yicha prezident maktablariga tayyorlov kurslariga tayyorlansa juda ham mukammal tayyorlanishadi deb o'ylayman. Offlayndan ko'ra onlayn ham juda ham katta natijalar beradi. Ko'pgina tangalar to'plab telefon yutib olmoqchiman.